Marg'ilon kombinat qush bozoridan gapiramiz. Bugun o'zimizda dehqonchilikda bozorga olib chiqamiz. Juda ko'p savollar bo'lgan. Qushlarni boqyapmiz, lekin qayerga sotamiz degan savollarga bugun mana shu o'zimiz dehqonchiligimizni bozorga olib chiqib javobini olamiz. Birinchi savoliga javob ozroq bo'ladigan bo'lsa qushingiz, yetildi ham deylik. Sotish problema bo'lyapti. Haqqa olib boriladi. Leboy shaharda bor bunaqa narsa, Zo magazin. Bizda Sharxonli ukamiz, videoga olayotgan Sharxonli ukamiz Zo magazinchi ukalarim. Xohlagan paytingiz, xohlagan turingizni olib bo'ladi. O'zingiz shaharingizda ham bo'ladi. Bunaqa Zo magazinlar, birinchi bo'lib shunaqa Zo magazinga uchraysiz, muammo hal. Rasa ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, dehqonchilik bozorga olib kelasiz. Meni holatimda bugun Marg'ilon qush bozoriga kelganman. 9 dona birinchi hosilim kartochkamizda, birinchi hosilimiz 9 dona uje ishimiz yaxshi, Xudoga bekisob shukr. Nech puldan oladi, qanaqa bo'ladi? Qolgan videoni davomini ichkarida olaman. To'liq nasib bo'lsa video qilaman. Savollarga polni javoblar va qushlarda har xil turlarini nech puldan bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, dastavkalarigacha polni yoritib beraman. Nasib bo'lsa, ketdik. Shaxsan meni holatimda birinchi bo'lib olib sotarda oldiga uchiraman. Ya'ni kutgani toqatim yo'qligi uchun. Atak bolalar avjida. Rahmat, rahmat. Xola hormang. Qush olaman degan ham, qush sotaman degan ham o'taylar ko'p. Og'aring bozorda. O't, qochinglar, o'tvosin. Dehqonchilik. Keling, aytasiz, hozir. Mana birashmanga. Aka, bilmadim aka. Bizda endi 110 mingdan parasiga. Voy barakasini bersin. Bir kontent qilaylik oldi. Daryo sotib olsak bo'lmaydi-ku. Bo'laveradi. U dehqonchilik. Mana qushlar turmaydi. Bolasi Yo'q, to'g'ri. To'g'ri. Xuddi shu narsani ham aytamizda. Tezda ketadi. Kirdik, uje xaridorlar tayyor, xudo xolasa. Unaqacha muammoli joyi yo'q ekan, xudo xolasa. 110 dan beryapti, xudo xolasa. Sotuvda o'ylanadigan holat yo'q ekan aslida. Bemalol kirib. Biz endi bizning holatimizda Marg'ilon yaqinligi uchun Marg'ilon kombinat bozoriga kelganmiz. Kimdir Qo'qonlik, kimdir Toshkentlik, Libboy bozoriga kirib, asosiysi sog'lom, akkuratni boqilgan qushlar bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Qush o'ta go'zal. Bozor avjida ekan, haqiqatan ham hozirgi holatda. Ko'staymasin. Aka. Maladoy Talamon xullas. Akamiz 110 mingdan berdi. Lekin berganimiz yo'q. Qolganlarga o'tib ko'ramiz. Mana yerda ham olibda qushlar sotadigan akamiz bor. Qush bozor, Xudoga shukr, quyoshimiz ham o'taylar charaqlab turganligi uchun barakasini bersin-chi. Qush bozorda ko'ring. Ya maşallah. Ba'da namlar aka. Ba'da qo'lni modasi. Ishlagan qushlar tayyor. Jupi nech puldan shunda aka? 500 ming beraman. O'taylar go'zal. Bari tindiqlari saralanib to'ma lekin, ha? Inshaalloh. Bu oqti Pokiston yermidi? Ha, Dubay. Dubay. Bular nech puldan? 500 ming tayyor. 500 ming. 93lik. 972 972 63 barakasini bersin aka. Asallar ekan bular. O'taylar go'zal. Rangi ham qarang, tiniq ekan. Voy, oldim men bugun. Qanchaga sotding qushni? Ha? Malades, barakasini bersin. Bu ukam yo'q, maxsus kletkalar yasaydi. Malades. Alloh barakali qilsin. Yoshing necha dedi? 12 da. Malades, on qarang. Yosh yigit. Zabardast yigit. O'sha harakat bor. Mana nima qilding? O'ltirdingmi ularni? O'rtag'ingnikimi? Malades. Qonat yoribsan-ku, ha? Qon o'schi onasi, chempion. Ha, kichik degan u boshqa.
Ay malades. Qolganini sotdingmi? Barakasini bersin. Nomeringni ayt, kletga sotamiz. Ha, 90lik. Ha. 36-75. Malades. Qanaqa maqsad? Afas qilib, bolalar tirikchilik qiladi. Gazini bos, bratchi. Alloh omadingni bersin. Bular ham apalayni. Bo'lmasa bitta apalayni ko'ramiz, xudo xolasa. Apalayn Lutina. Maska. Qushlarning olibtalari chiqdi. Voh, nimami? Mana risovый deydi, ha? Ana o'zimizda yaponskiy, ha? Hatta bular ham risovый-da, ha? Bular riskga maladoylar. 100% garantiyasi bor. Aka bitta narxini aytib o'rasizda. Maladoy, nech pulda? 150 ming. Mana maskalar. 500 ming so'm kam. Tayyor, ha? Ishlagan рабочий paro. Voh, 500 ming kam bor. Risoviylar. Risivlar kafenilari 800 ming so'm parasini beramiz. Asalar ekan. Bu Apalayn 550 ming, 500 50 ming, 500 ming. dolarimiz. 500 ming. Buni Razella dermidi aka? Razella. Voh, asal. Modasi rubin, nari kran. Aka telefon nomeringiz ana YouTube'ga qo'yib yuboraman. 94 776 776 97 77 97 77. 77. Güzel. Bozoringiz bersin aka. Karello, Dubay, Pokiston. Bu ham Dubay, ha? Pokiston. Bu ham Pokiston. Parasi nech pul? Bular 450 mingdan beraman. Dubayda 500 ming beraman. Bola bergan shart. Oppog'i Dubay. Bularchi? Nemislar 400 ming beraman parasini. Bo'lish. Yiri qushlar ekan, ha? Bular ham 400 dan, ha? Mana qanotida mana bor-ku, spingel deydimi? Bu ham joy olibdi ekan, ha? Mana bular. Babichkalar. Babichkalar 700 ming beraman. Juda tayyor. Masal. Mana oddiylar, ha? 250 ming. Oddiylar ham 250. Oddiy deymiz-ku. Ha. Ranglarda ham asallar ekan-da. Telefon nomeri ayting aka. 91. Mana shular. Sarular 100 ming, ekislar 130 ming. Qolgan 150 ming, kismi 300 ming. Rangi qarab. Go'zal. Baldistlarimiz Erkak 90 ming, ayol 100 ming. 190 ming yani. Yoshlari ham bor. Go'zal. Asallarini terib olish kerak. Akam ular narxi o'rtacha. Nech pul bo'lyapti bular? Litvinlar 350 ming qari. Ha, mana o'zi. O Griapelino, qablo. Apalayn deb qo'yamida. Ular 5 ming qari. Ayting nomeringizni? 99 077 Asal. Oldin birinchi bo'lib ashuni oldin. Hayvonni bolam qo'yib qo'ydi. Ha? Ha, bo'ldi. Akam birinchi tushgan. Nasib bo'lsa, bozorda yakunladik. Hammasi zo'r xudo xolasa. Olarman ham, sotarman ham o'ziga yarasha serob bo'pti bugun. Qushlarni narx-navolargacha, telefon nomerlariga hammasini yozib qoldirib qo'ydim. Xudo xolasa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol qilinglar. Hammasi o'zlarining nomeri. O'zimizni Maladoy qushlar ham Maladoy qushlar narxi ham ancha oshgan, katta взрослый qushlarning ham narxlari ancha oshgan. Faqat jicha hushyor bo'lishga, bu ko'tarilgandan keyin albatta tushishi ham bor. Xudo xolasa, keyingi haftagacha salomat bo'linglar, nasib bo'lsa, bundan da zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.